Bugun olot somsani retseptlarini sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Birinchi bo'lib xamirlarimizni qorib olamiz. 20 gram tuzga 375 gram suv solib, yarim kilo un bilan xamirlarimizni qorib olamiz. Xamirlarimiz tinib chiqqanidan keyin uzunchoq kesib 20 gramdan uzib olamiz va 10 daqiqaga tindirib qo'yamiz. Xamirlarimiz tingunigacha 300 gram go'shtni 300 gram piyozga aralashtirib, 5 gram tuz, kashnich urug'i, zira solib, yaxshilab qorib olamiz. Farshimizni tayyorlab oldik. Endi jildlarini ochib, farshimizni solib, ustiga bir donadan yupqa kesilgan pomidor qo'yib chiqamiz va somsalarimizni mana shunday tugib, ustini suv bilan ho'llab olamiz. Endi navbat pishirishga. Somsalarimizni 220 gradus qizib turgan pechkada 14 daqiqa pishirib olamiz. 7 daqiqa oldi tomoni, 7 daqiqa orqa tomoni. Somsalarimiz pishib chiqdi, ustiga yog' surib bemalol tanovul qilishingiz mumkin.